Qala, yaxshimisan? Omonmisan? Yaxshi, rahmat. Saltanat yaxshimi? Sani nima ishing bor meni xotinim bilan? Birinchidan, biz u bilan birga ketib olganmiz. Ikkinchidan, uni sen mendan tortib olgansan. Buni butun mahalla biladi. Nima qildi? Hop, gapir, maqsading nima? Haligi g'unajin so'yib tarqatarmisan deb eshitdim. Ha, so'yib shu yarmisini kam ta'minlanganlarga tarqatmoqchiman. Nima edi? Endi do'stim sifatida shu menga ham bir 5-6 kilo bersan kerak-a? Mana. Qaysi ko'rsatgan karomating uchun men senga go'sht berarkanman. 1 gram ham bermayman. Yo'qol. Bermaysanmi? Ana endi o'zingdan ko'r. İyi verirler bemalol. Assalomu alaykum. Bu boshqarmami? Menga qarang-chi. Ana shu Maraymatning mollari Makka Jo'xorizorni payhon qilyapti. Axir bu davlatning mulki uka, davlatning mulki. Meni jonim achib ketyapti. Tez kelinglar, xo'p. Tez ketib kelinglar. Ha, xo'p. Maraymaman. Ana endi ko'rasan.